Foydali hasharot. Beshik terbatar. Mana tuxumidan ochib chiqish jarayoni. Hech kim hali bunga guvoh bo'lmagan. Mana birinchi marta guvoh bo'lib turibmiz biz. Mana shuncha bolasi osilib bir-biri bilan chiqib kelishyapti. Hali hech kim guvoh bo'lmagan buni videoga olishga. Mana inshaalloh bizga nasib qilibdi. Tuxumidan chiqish jarayonini ko'ryapmiz. Har bir oralig'idan chiqyapti. Juda zo'r. Mana tarqayapti daraxt bo'ylab. Ko'rib turganingizdek. Qo'yonlari mana bir-biri bilan osilib bitta tuxumidan shuncha chiqadi ekan, qaranglar. Juda ko'p chiqadi ekan. Bu yirtqich hasharotlar barcha zararlilarni yeydi. Har xil pashsha, qurtlar, keraksiz hasharotlar, bizga zarar keltiradiganlarni yeydi. Inshaalloh mana ko'ryapsizlar, tuxumidan chiqish jarayonini. Juda bir go'zal holatda chiqib kelyapti, qaranglar. Mana rosa tiqyapti, mana ko'payishyapti. Mana buni hech qachon uzib tashlamash kerak. Daraxtlarda, shoxlarda bo'ladi shunaqa g'ummak shaklida. Lekin buni uzib bo'lmaydi. Ko'p odam hasharot deb buni kesib tashlaydi yoki ezib tashlaydi. Bu beshik terbatarda tuxumi bo'ladi. Mana ochib chiqishyapti. Mana bitta tuxumdan necha dona chiqyapti. Juda ko'p, qaranglar. Mana chiqyapti yana bittasi. Mana chiqdi, ko'rdinglarmi tuxumidan? Mana chiqdi. Har bir oralig'idan chiqib kelaveradi ekan. Pastga qarab tushyapti. Shu holatda mana chiqyapti yana. Mana o'ng tepasidan chiqyapti yana bitta. Mana chiqdi. Juda ko'p chiqadi ekan. 3 minutdan oshiq kuzatib turibman mana. Juda ko'p chiqyapti. Hozir ko'rib qoldim buni. Juda ham go'zal holat, qaranglar. Allohning irodasi. Shuncha qishi bilan yotib bahorda chiqadi ekanda bular mana. Bugun 7-may oyida chiqadi ekan. Mana tarqayapti daraxt bo'ylab. Mana yana bittasi chiqyapti. Ana ko'ringlar, chiqdi yana bittasi. Ana chiqib kelyapti, ko'rdinglarmi? Har bir oralig'idan chiqib kelaveradi ekan. Juda ko'p chiqdi. Mana katta daraxt bo'ylab. Bizga foyda keltirishni boshlaydi mana buni bu yog'i. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar. Foydali videolar ko'p bo'ladi hali.